Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Ayni kunlarda viloyatimiz shahar va tumanlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi, O'zbekiston 2030 strategiyasi, shuningdek, joriy yil 13-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan Xavfsizlik kengashi yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgan uchrashuv va seminarlar tashkil etilmoqda. Mazkur jarayonlarda belgilangan vazifalar yuzasidan atroflicha muhokamalar olib borilmoqda. Dastlab shu haqda. Avvalo aytish kerak, 2025-yil 26-dekabr kuni davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasi xalqchilligi bilan xalq e'tirofiga tushdi. Sababi unda barcha soha va yo'nalishlarda erishilgan natijalar tahlil qilinib, kelgusi yillarda amalga oshiriladigan eng muhim ustuvor yo'nalishlar, sohalar kesimida belgilab berildi. Mazkur konseptual murojaatnomada prezidentimiz mahallaning xalqni birlashtirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va jamiyatda birdamlikni mustahkamlashdagi o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Shu jihatlar bilan ham murojaatnoma barchada katta qiziqish uyg'otdi hamda joylardagi uchrashuvlarda bu alohida tilga olinmoqda. Paxtakor tumani faollari, yoshlar, nuroniylar ishtirokida o'tgan tadbirda ham viloyat ishchi guruhi vakillari yurtimizni yaqin istiqboldagi rivojlanish strategiyasini qamrab olgan mazkur murojaatnoma mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tdilar. Davlatimiz rahbari Oliy Majlis Senatiga xalqqa qilgan murojaatida aynan mahallaga juda ham katta e'tibor berildi. Davlatimiz rahbari bir jihatga to'xtalib o'tdi. Mamlakatimizda o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etganlarning 90% o'zini mahallaning bir qismi hisobladi. Bu juda ham katta natija hisoblanadi. Mahalladagi buvijonlar, mahalla faollari har biri xonadonlarga, mahallalarga bu murojaatning qanchalik muhim ekanligini, taklif etilgan yangiliklarni ularga tushuntirish va xalqimizni ruhlantirish va bu borada to'liq ish olib borishga biz va'da beramiz. Shuningdek, uchrashuvda prezident raisligida shu yilning 13-yanvar kuni o'tkazilgan Xavfsizlik kengashida ko'tarilgan muhim masalalar haqida ham gap bordi. Ma'ruzada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning armiya xalq bilan bir tanu bir jon g'oyasi mazmun mohiyati, ya'ni qurolli kuchlar xalqdan ajralgan tuzilma emas, balki uning himoyachisi, manfaati va taqdiri bilan chambarchas bog'liq tizim ekanligini qayd etib o'tildi. Shu bilan birga katta mas'uliyatni zimmasiga olgan harbiylar manfaatlarini himoya qilish, ularga har tomonlama ko'mak ko'rsatish hamda muddatli harbiy xizmatning yangi modeli va yoshlar uchun imkoniyatlar xususida ham so'z yuritildi.